Homiladorlik vaqtidan qolgan dog'larni ikkita mahsulot orqali yechim topasiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun ayvit vitamini va askarbin kislotasi haqida aytib bermoqchiman. Bu ikkalasi orqali o'zingizga yechim topasiz degan umiddaman. Bugun men o'zim sinab ko'rsataman va 10 kun ichidagi rezultatini sizlar bilan bo'lishaman. Mendan uzoqlashmang, oxirgacha ko'rsangiz qanday ishlatish haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, biz boshladik. Biz hozir bitta askarbin kislotasini, mana ko'rishingiz mumkin. Askarbin kislotasi 5%ga og'zini ochib olasiz va ayvit vitamini mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Men hozir bundan ikkita olib ishlatib ko'rmoqchiman. Mana buni igna orqali teshib olasiz. Oldin askarbin kislotasini solasiz idishga. Keyin orqasidan ayvit vitaminini solamiz, chunki ayvit vitamini shunday tezroq eriydi. Buni teshib olgandan so'ng siqib tushirasiz idishga. Mana idishi. Buni har kun ishlatsangiz bo'ladi, faqatgina bitta sharti bor. Faqat kechasi ishlatiladi, chunki kunduzi ishlatsangiz yuzingizni kuydirib yuborish mumkin, chunki quyosh nurlari yuzingizga tegmasligi kerak. Iloji bo'lsa tavsiya qilar edim sizlarga. Kunduz kuni SPF surib yurishingizni yuzingizga. Va mana ko'rishingiz mumkin. O'zi ozgina bo'ladi, ko'p emas. Yuzingizga 2 kun ishlatishga yetadi yo yetmaydi. Xuddi shunaqa holatda buni yaxshilab aralashtirasiz, erib ketish kerak. Keyin yuzingizga dog' tushgan qismiga surtib olasiz. Kuzatishda davom eting. Buning rezultatini, do va posle holatini qo'yaman albatta. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. 10 kun ichida qanchalik foyda bergani haqida to'liq ma'lumotini joylab boraman. Hammaga rahmat. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.